Huawei tayyorligi va Amerikaning kuchi. Abdori Asiya Uyg'ur. Amerika bilan Xitoy orasidagi savdo urushining darajasi eshib, fan texnika urushiga yetgan bugungi kunda Xitoyning yuqori fan texnika sohasidagi boshlamchi korxonalardan biri bo'lgan Huawei shirkati dunyo miqyosida cheklanish xavfiga duch keldi. Internet uchur vositalarini bir qancha kundan buyon Huawei shirkatining qurg'uvchisi Ren Zhengfeining inkas bildirib, Amerikaning Huawei'ni cheklishidan qo'rqmaydiganligini, bu ishqa to'liq tayyorligi borligini e'lon qilgandan keyinki har xil analizlar qaplagan edi. Ren Zhengfeining butun dunyo Huawei'dan umid qolmadi degan qarashga kelgandan keyin tuyuqsiz bundaq bir inkasni o'ttirib qo'yishi xalqarada qaytadan kuchlik g'ulg'ul qo'zg'adi. Demisimi, Ren Zhengfeining tayyorligi borligi haqidagi so'zlari kishilarga Huawei shirkatining hozirgi amaliy kuchini bo'sh chaqlashga bo'lmaydiganligidek bir uchurni dunyoga bergan edi. Bizga ma'lum bo'lganidek, Huawei shirkati vatandagi xalqimizning umumyuzlik nazorat ostiga elinishi va lagerlarga qamalishida nihoyatda cho'ng rol o'ynagan bir shirkat bo'lib, mundaqcha aytganda, Huawei shirkati Xitoy hukumatining cho'moqchisi hamda Xitoy hukumatining Uyg'ur xalqi ustidagi irqiy qirg'inchiligining jinoyat shoykisi edi. O'tgan bir qancha kun ichida Google shirkati Huawei bilan bo'lgan barliq savdo aloqasini uzganligini e'lon qilgandan keyin Amerikada orqa-orqadan nurg'un uchur texnik shirkatlari Xitoyga o'zak, ya'ni shimpiar ta'minlashni to'xtatdi. Mana bugun Angliyadagi ARM shirkatimi Huawei bilan bo'lgan aloqasini uzganligini e'lon qildi. Ren Zhengfeining Amerikaga qaytargan inkasidan keyin Huawei'ning bir xizmatchisi xalqaro jamoatchilikka Huawei'ning uzak plastinka, ya'ni shimpiar yasash iqtidorining yo'qligini, agar chet el shirkatlari Huawei'ga uzak plastinka qatorliq zarur detallarni ta'minlamaganda Huawei'ning 99% halok bo'ladiganligi haqida uchur berib, Ren Zhengfei'ni mat qildi. Kuzatuvchilarning bu haqdagi munoziralariga qarasak, Ren Zhengfei'ning aslida quruq shahar hilisi, ya'ni 30 tadbir ichidagi bir tadbir bo'lib, dushmanga taqobil turish iqtidori bo'lmagan ahvolda dushmanga hayva bilan xato ta'sir berib, yengish usulini ko'rsatdi. Ne ishlatib Amerikani qo'rqitmoqchi va bu qiyin o'tkaldan o'tib olishni maqsad qilgan bo'lishi mumkin degan qarashlarning asosliq salmoqni egillaganligini ko'rib olaymiz. Amerika Xitoy orasidagi savdo urushining yuqori darajaga ko'tarilishi va Xitoyning butkul dunyo miqyosiga kengayimchilik qilish, Xitoy ideologiyasini tarqitish, davlatlarning egilik huquqiga qiltaq qurib tajovuz qilish, Huawei'dak yuqori fan texnik shirkatlari orqali diktator hokimiyatlarning o'z xalqlarini bostirish va nazoratga elish qilmishlariga yordam qilishdek jinoyatlarning oshkorlanishiga agishib, nurg'un davlatlarda Xitoyga nisbatan ehtiyot qilish, mudofaa ko'rish, Huawei mahsulotlarini cheklashdek hodislarning maydonga kelishiga turtki bo'ldi. Navbatda bu ahvollar texmi keskinlashish darajasi ko'tarilayotgan bo'lib, Amerikaning Huawei'ni cheklashi texi ishlarning boshlanishi hisoblanadi. Dunyodagi barliq yadroliq texnikalar Amerikaning kontrolligida ekanligi hargizmo chaqchaq emas. Hozirgi zamon sanoat ishlab chiqarishi fan texnikadan ayrilolmaydi. Navoda Amerika bu yadroliq texnikani
үзіп қойғаны да, Xitayning nurg'un sohalari palaj holatga tushib qelishi, Xitayga nisbatanmi o'g'irlik qilib dunyoga xo'ja bo'lish orzusi Xitoy tushi bo'lib qilaverishi mumkin. Xitayning navbatda dunyoga berayotgan uchuri boshqa davlatlarning bexatarligiga tahdid elib kelish bo'lib, boshqalarning davlat bexatarligiga tahdid elib kelish xavfi sabablikla Xitayning keyingi qadamlari zo'r to'salg'iga uchrashi mumkin. Bu yerda mundaq narsani ta'kidlagim keldi. Amerika-Xitoy savdo urushida Trump hukumatining Xitoyga qattiq qo'l muomalada bo'lishini Demokratlar partiyasi bilan Cumhuriyetchilar partiyasi o'rtaq qo'llagan bo'lib, bir-biriga ancha do'stona bo'lmagan bu ikki partiyaning o'rtaq dushman oldida ittifoqlashib, dushmanga o'rtaq taqobil turishi haqiqatan bizning ahvolimiz bilan ro'shan selishtirum bo'la oladi. Men bu qitimliq Amerika-Xitoy savdo urushidan Amerikaliklarning vatan sevgisining hech kimninkidan qilishmaydiganligini, o'rtaq dushman oldida bir sapda tura oladigan bir xil ruhning dal ularning vataniga bo'lgan haqiqiy sevgisidan kelganligini cho'nqur his qildim. Tugidi. 2019 yil 24 may